tillarni analiz qilib chiqamiz o'rtoqlar. Men buni analizini ham klubda, ham kanalda ham sizlarga bergan edim. Kısaca klub haqida juda ko'pchilik so'rayapti. Ma'lumotni to'liq tushunmayotganlarga men bir ro'yini tushuntirib ketaman o'rtoqlar. Mana bu klub. Где-то 100 tacha odam bor klubimizda. Klubga men har kuni mana bunaqa PDF formatda analizlarni tashiyman. Mana masalan tillarni tashaganman. USD Kanada, USD frank, yena, AUD dollar 10 ta instrument bor mana shu klubda PDF formatda tashiyman. Va o'sha tashagan narsamni mana bunaqa video analiz ko'rinishida men tushuntirib beraman. Mana shu 10 ta instrumentni tashagan bo'lsam, mana shu 10 tasini men to'liq tushuntirib beraman. Har kuni shanba yakshanbadan tashqari. Agar bu klub pulli, buni narxini va to'liq ma'lumotlarini bilmoqchi bo'lsanglar, men adminni profilini qoldirib ketaman. Adminga klub deb yozib olsanglar, sizlarga narxi haqida va boshqa to'liq ma'lumotlarni beradi o'rtoqlar. Undan tashqari mana сделка yopiladigan payt hammasini to'liq tushuntirib ketaman. Xo'sh, tillarda bizda nima holat bo'lyapti? Bizda birinchi valna impuls bor, ikkinchi valna korreksiya bor, uchinchi valnamiz impuls bor. Uchinchi valnamiz 161.8 ga ke bo'lgan edi. Endi biz 5-valnani tutishga harakat qilganmiz. Mana bu bizda triugolnik hosil bo'lgan, ya'ni uchburchak modeli hosil bo'lgan. O'sha uchburchakni H4 bo'yicha buzib yorib chiqqanda va yopilganda biz сделка ochganmiz. Stopi mana bu yerda bo'lgan. Hozir mana сделкamiz где-то 1% daromadda turibdi. To'g'ri, bu ko'pchilik uchun ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin balans hammada har xil. Endi ko'pchilik ham yozdi, u yog'iga nima bo'ladi deb. O'rtoqlar, men ko'rayotgan narsam, men mana bunaqa kanalcha ko'ryapman o'rtoqlar. Mana ko'rasizlarmi? Mana o'sha kanalimda tepaga olsanglar ham o'xshashligi bor. Ko'rasizlar? Chalg'iymiz. Endi qachonki shu kanalni pastga H4 svechi buzib yopib qo'ysa, pastda H4 svechi buzib yopilib qolsa, men mana shu ochgan сделкамni yopib chiqib ketaman o'rtoqlar. Agar shu holatda pastga buzmasa, dalshi 5-valna tugaguncha, ya'ni mana bu 261.8 ga kelguncha dalshi ushab turaveraman o'rtoqlar. Ya'ni hozir mana sizlarga ko'rsataman. Fibonacci evazigini cho'zdim. Mana shu metkaga kelguncha, ya'ni 5-valnaga kelguncha men shu narsani ushab turaman o'rtoqlar. 261.8 ga kelguncha. Keyin Fibonacci nastroykasini ko'pchilik so'rayapti. Fibonaccining ortiqcha nastroykasi yo'q o'rtoqlar. Mana 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100, 161.8 va 261.8 turibdi. Ko'pchilikning oldida Fibonaccisini oldida 0 bo'lishi mumkin. Agar siz Trading View'da analiz qiladigan bo'lsangiz, agar MetaTrader'da analiz qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa. Bu hech qanaqa o'zgartirilmaydi. Standart turibdi o'rtoqlar. Tillarga analizimiz shu.